Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi dastavka jarayonini bugun yana amalga oshirmoqdamiz mana. Bu videomiz qishloq sharoitida yashovchi kuzatuvchilarimiz uchun foydali bo'lishi mumkin. Ya'ni hammomga o'choq bu. Gaz yo'q sharoitda hammom qurish uchun o'choq yangilik narsa bo'ladi bu ko'rmagan odamlarga. Navbatdagi mijozimizga shunday o'choq tayyorlab berganmiz. Bu o'chog'imizning plastiklardan xuddi zavodskoda bo'lib chiqqan mana. Joydan kulni olish joylari mana ekan. Bitta xonaning bir tomonida buni qo'yasiz, for bo'ladi. Podach obratkalar qo'yilgan mana. Bu o'chog'imizning tek qismi xonangizni qizdiradi, tek qismi tepa qismi cho'miladigan suvingizni qizdiradi. Ya'ni titan vazifasini bajaradi bu. Kimga shunday o'choqlar qiziq bo'lsa, bizning manzil Amudaryo tumani Mangus shahri eski paxta zavodi ichida, Dehqon bozor orqa tarafida. Videolarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, birdan like bosib qo'ying. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Tanish bilishlaringiz, jo'rayar do'stlaringiz hammom quraman deb yurgan bo'lsa, shu videoni jo'natib qo'ying. E'tiborlaringiz uchun rahmat.